Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi O'zArxiv agentligida ijro intizomini ta'minlash hamda jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 10-fevraldagi 6166 son farmoni hamda 2021-yil 31-maydagi 5132 sonli qarori hamda 2025-yil 25-yildagi 117 son farmoni asosida agentlikda ijro intizomini mustahkamlash, qonunlar va davlat rahbari hamda hukumat hujjatlarining ijrosini o'z vaqtida va sifatli ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, agentlikda bevosita birinchi rahbarga bo'ysunuvchi alohida tuzilma ijro nazorati va ish yuritish bo'limi tashkil etilgan. Ijro intizomiga mas'ul xodimlarning malakasini oshirish amaliyoti yo'lga qo'yilgan bo'lib, ijro holati yuzasidan kunlik tizimli monitoring olib borilmoqda. Kamchiliklarga yo'l qo'ygan xodimlarga nisbatan intizomiy choralar qo'llanilmoqda. Shuningdek, har haftada kamida 2 marotaba topshiriqlar ijrosi va murojaatlar bilan ishlash holati rahbariyat ishtirokida muhokama qilib kelinmoqda. 2026-yil birinchi chorak holatiga agentlikka qonunlar hamda O'zbekiston Respublikasi Prezident hujjatlari bilan bog'liq jami 35 ta topshiriq kelib tushgan. Ularning 22 tasida agentlik asosiy ijrochi, 13 tasida esa qo'shimcha ijrochi sifatida belgilangan. Mazkur topshiriqlarning barchasi belgilangan muddatlarda sifatli ijro etildi va tegishli asoslovchi hujjatlar bilan Ijro.go.uz idoralararo yagona elektron tizimga kiritilib, nazorat qiluvchi organlar tomonidan kelishildi. Ijro intizomini ta'minlashda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida tegishli ma'lumotlar muntazam ravishda O'zArxiv agentligining rasmiy veb-saytiga joylashtirib borilmoqda. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, 2026-yil birinchi chorak holatiga agentlikka jami 206 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, shundan 22 tasi nazoratdagi topshiriqlar hisoblanadi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda ko'rib chiqilmoqda va hozirgi kunga qadar muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan 163 ta murojaatdan 139 tasi ijro etilgan, 24 tasi ijro jarayonida. Muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. O'zArxiv agentligiga to'g'ridan-to'g'ri yozma kelib tushgan 3 ta murojaatlardan 2 tasi ijrosi bajarilgan, bittasi bajarish jarayonida. Muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan kelib tushgan 19 ta murojaatlardan 17 tasi ijrosi bajarilgan, 2 ta bajarish jarayonida. Muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. O'zbekiston Kasaba uyushmalari Federatsiyasining xotin-qizlar muammolari bo'yicha 1211 ishonch telefoniga kelib tushgan bitta murojaatlardan bittasi ijrosi bajarilgan, bajarish jarayonida. Muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. O'zArxiv agentligi idoraviy aloqa markazi ishonch telefoni orqali kelib tushgan 6 ta murojaatlardan 5 tasi ijrosi bajarilgan, bittasi bajarish jarayonida. Muddati o'tgan murojaatlar mavjud emas. O'zArxiv agentligi rahbariyati tomonidan 2026-yil birinchi yarim yilligida hududlarda jismoniy va yuridik shaxslarni sayyor qabul jadvaliga muvofiq O'zArxiv agentligi rahbariyati tomonidan 26 mart holatiga Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlaridagi shahar hamda tumanlarda jismoniy va yuridik shaxslarni sayyor qabul jadvaliga asosan 2 ta sayyor va shaxsiy qabullar o'tkazilib, ularda 14 nafar fuqarolar murojaatlari ko'rib chiqilgan. O'zArxiv agentligi rahbariyati tomonidan aprel oyida Navoiy hamda Xorazm viloyatlarida sayyor qabul o'tkazilishi rejalashtirilgan. My.Archive.uz tizimi orqali ijtimoiy-huquqiy hamda mavzuli so'rovlar jami 80.314 tani tashkil etadi. Shundan mart oyida jami so'rovlar soni 19.208 tani tashkil etib, mehnat faoliyatini tasdiqlash 349 ta, mavzuli tezlashtirilgan so'rovlar 4071 ta, mehnat daftarchasidagi yozuvlarni tasdiqlash 3788 ta, mavzuli so'rovlar 1943 ta, o'qiganligini tasdiqlash 2047 ta, elektron nusxa olish 58 ta, oylik maoshini tasdiqlash 6952 tani tashkil etadi. O'zArxiv agentligida ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so'rovlarni bajarish yuzasidan bugungi kunda jami 3643 ta ijtimoiy-huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushgan. Shundan 1789 tasi ijroga qaratilgan, 1854 tasi tizimga kiritish jarayonida. Muddati o'tgan so'rovlar mavjud emas. Xulosa qilib aytganda, O'zArxiv agentligida ijro intizomi va murojaatlar bilan ishlash borasida tizimli, ochiq va samarali faoliyat yo'lga qo'yilgan bo'lib, ushbu yo'nalishdagi ishlar izchil davom ettirilmoqda. Fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchimiz. Aziz yurtdoshlar, agar davlat arxivlarida noqonuniy xatti-harakatlarning guvohi bo'lsangiz, O'zArxiv agentligining 55 kodi bilan 50 301 50 raqamli ishonch telefoni yoki Antikor Archive bot yoxud
direktorga murojaat Telegram messenjeri orqali xabar berishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.